Assalomu alaykum azizlar, salomatmisizlar. Akam mana adresidan olib, chiroyli qilib 3 kunga bo'ldik, lekin javobi qanaqa nima aka? Ha? Birinchi marta edi, hozir yaxshi. Birinchi marta. Inshaalloh mana aeroportni qo'ygan keldik. Registratsiyaga keldik mana akam olib. Xudo xolasa. Akamni vashi klass qilib uchiraman bugun. Dajizin xudo xolasa Mustafa Aviya desa, "O, blin, deydigan qilamiz xudo xolasa." Haligi kirishda meni ushlab olmaydimi, nima bo'ladi, qanaqa bo'ladi, pasportim ushlamaydimi degan savollarga mana aka, nima bo'ldi aka? Zo'r. Ha? Teskari qarab turdimi kirayotganingizda? Teskari qarashib, o'tkazishyapti. Teskari qarab turadi xudo xolasa. Yaxshi. Aeroportni o'qadamiz. Akamni mana aka O'zbekiston havo yo'llarida bitta odam registratsiya bo'lmasdan burun bo'ldingizmi registratsiya? Birinchi o'chirtda biz o'chirib, Ha, chiroylimi? chiroyli qilib o'tkazyapti. Joyda qayerda bo'ldi aka? Joyi ham Klassimi? klass edi. Aytgan yeringlardan qilib beraveradi. Samolyotni manaqa joyda ketaman desa, ha, xudo xolasa o'ylaganingizdan ziyoda ekanmi? Yo'da. Ha? Zo'r. Xudo xolasa inshaalloh. Mustafa aviakasini olinglar dedi. Xudo xolasa o'ylaganidan ham ziyoda bu yog'i. Inshaalloh. Aeroportni o'qib hozir mana. Akamiz Zelyonniy koridor mana. Bu yog'iga akamga oq yo'l tilaymiz. Biz mana shu yerdan qolamiz. Bu yog'iga o'ta olmaymiz. Havo yo'llarida birinchilardan bo'lib bugun mana o'zi kirib ketyapti, ha? Birinchilardan. Akamdan keyin 1 soatdan keyin o'tishadi ular. 1 soat bor yana registratsiyaga, lekin akamni cho'tki qilib o'zim o'tkazdim. Aka oq yo'l. Salomat bo'ling. Yaxshi yetib oling.